Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Rossiya bugun Kiyevni ballistiklar bilan bombardimon qildi. 15 kishi halok bo'ldi. Rossiyaga 40 kun tinimsiz zarba. Operatsiya natijalari e'lon qilindi. AQSh Eron bilan urushda raketalarining deyarli barchasini ishlatib bo'ldi. Rossiya bugun Kiyevni ballistiklar bilan bombardimon qildi. 15 kishi halok bo'ldi. Rossiya qo'shinlari 5-avgust o'tar kechasi Kiyev shahri va Kiyev viloyatiga ballistik raketalar hamda dronlar bilan ommaviy hujum uyushtirdi. Hodisa oqibatida kamida 15 kishi halok bo'ldi. Kiyev viloyatining Bucha, Brovary va Fastov tumanlaridagi binolar shikastlangan. Viloyat ma'muriyati rahbari Timur Tkachenko 14 kishi halok bo'lganini ma'lum qildi. Ulardan 9 nafari Brovary tumanida, 4 nafari Bucha tumanida va yana bir kishi Fastov tumanida vafot etgan. Hujumlar oqibatida kamida 22 kishi jarohatlangan. Brovary tumanida omborlar va ishlab chiqarish binolari shikastlangan. Qolgan 2 tumanda ham logistika markazlari zarar ko'rgan. Bundan tashqari Kiyev shahrining o'zi ham zarba ostida qolgan. Shahar meri Vitaliy Klichko poytaxtda bir kishi halok bo'lgani, 26 kishi jarohatlanganini ta'kidladi. Ulardan 16 nafari shifoxonaga yotqizilgan. 4 nafarining ahvoli og'ir. Galaseyev tumanida xususiy uy va omborxona vayron bo'lgan. Ularning ostida odamlar bo'lishi mumkin, dedi poytaxt meri. Shuningdek, ushbu tumandagi noturar joy binosiga zarba berilishi oqibatida ammiak sizib chiqishi yuz bergan. Rossiya Mudofaa vazirligi 5-avgustga o'tar kechasi Kiyev shahri va viloyatida harbiy yuklarni saqlash, yetkazib berish, shuningdek dronlar ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi transport logistika markazlariga ommaviy zarba berilganini ma'lum qildi. Rossiyaga 40 kun tinimsiz zarba. Operatsiya natijalari e'lon qilindi. Ukraina xavfsizlik xizmati Rossiyani urushni to'xtatishga majburlash maqsadida o'tkazilgan 40 kunlik maxsus operatsiya natijalarini e'lon qildi. Idora ma'lumotiga ko'ra, ushbu davr mobaynida Rossiya hududi va bosib olingan Ukraina yerlaridagi 100 dan ortiq strategik obyektga, front chizig'ida esa 21 mingdan ziyod nishonga zarba berilgan. Ukraina xavfsizlik xizmati ma'lum qilishicha, mazkur operatsiya Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy tomonidan 25-iyun kuni tasdiqlangan bo'lib, uning asosiy maqsadi Rossiyaning harbiy va iqtisodiy salohiyatini izchil zaiflashtirish orqali uni urushni to'xtatishga majburlashdan iborat bo'lgan. Idoraning bildirishicha, hujumlar Rossiyaning harbiy sanoat korxonalari, aviatsiya bazalari, havo hujumidan mudofaa tizimlari, qo'mondonlik punktlari, harbiy dengiz flot kemalari, soya flotiga tegishli tankerlar, neftni qayta ishlash zavodlari, shuningdek transport va harbiy logistika obyektlariga qaratilgan. Ukraina xavfsizlik xizmati ma'lumotlariga ko'ra, operatsiya davomida front chizig'ida 21 mingdan ortiq harbiy texnika, qurol-yarog' va harbiy infratuzilma obyektlariga zarba berilgan. Shuningdek, idora qariyb 5 ming nafar rossiyalik harbiy yo'q qilinganini da'vo qilgan. Hisobotda ta'kidlanishicha, operatsiyaning asosiy yo'nalishlaridan biri Rossiyaning yonilg'i energetika infratuzilmasiga zarba berish bo'lgan. So'nggi 40 kun ichida 14 ta neftni qayta ishlash zavodi, o'nlab neft bazalari, neft saqlash rezervuarlari, neft quvurlari, nasos stansiyalari, neft terminallari va neft qazib olish platformasi nishonga olingan. Bundan tashqari Blue, Louis 1, Banda va Avero tankerlari, shuningdek xalqaro sanksiyalar ostida bo'lgan 2 yuk kemasiga ham zarbalar berilgani qayd etilgan. Ukraina xavfsizlik xizmati bayonotida mazkur 40 kunlik kampaniya Rossiyaning harbiy mashinasi uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan obyektlarni bir vaqtning o'zida zaiflashtirishga qaratilganini ta'kidlagan. Idora bunday operatsiyalar Rossiyaning harbiy iqtisodiy salohiyatini kamaytirish maqsadida davom ettirilishini ma'lum qilgan. Shu bilan birga Ukraina xavfsizlik xizmati rahbarining vazifasini bajaruvchi general-mayor Aleksandr Poklad bilan uchrashuvdan so'ng prezident Vladimir Zelenskiy Rossiyani urushni to'xtatishga undash maqsadida tajovuzkor davlatga bosim o'tkazish operatsiyasi boshlanganini e'lon qilgan edi. U bundan bir kun avval Ukraina Rossiyani tinchlikni tanlashga majbur qiladigan sharoitlarni yaratishni bildirgan. AQSh Eron bilan urushda raketalarning deyarli barchasini ishlatib bo'ldi. AQSh armiyasi Eron bilan kechayotgan 5 oylik urush davomida o'zining yuqori aniqlikdagi uzoq masofaga uchuvchi raketalar zaxirasining katta qismini sarflab bo'ldi. Bu haqda tegishli ma'lumotlardan xabardor 3 ta manba ma'lum qildi. Bu holat harbiylarning kelgusidagi mojarolarga tayyorgarlik darajasi bo'yicha xavotirlarni keltirib chiqarmoqda.
Manbalarning ikkitasiga ko'ra, gap asosan ATACMS va PRSM nomli raketalar haqida bormoqda. AQSh ushbu qurollarning deyarli barchasini ishlatib bo'lgan. Uzoq masofaga uchuvchi o'q-dorilar harbiylar arsenalining muhim qismi hisoblanadi. Ular xavfsiz masofadan turib aniq zarba berish imkonini beradi. AQSh yetkazib bergan ATACMS raketalari Ukraina urushida ham muhim rol o'ynagan. Ular Ukraina kuchlariga Rossiya ichkarisidagi nishonlarga hujum qilish imkonini bergan. PRSM esa nisbatan qisqa masofaga uchadigan ATACMS raketalarining o'rnini bosuvchi yangi va takomillashtirilgan avlod hisoblanadi. Ekspertlarning ta'kidlashicha, har birining qiymati $1 million dan oshadigan bunday qurollar Xitoy bilan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday mojaroda ham juda muhim hisoblanadi. Manbalar AQShda ushbu o'q-dorilardan qancha qolganini ochiqlashdan bosh tortdi. Prezident Donald Tramp fevral oyida Isroil bilan birgalikda Eronga qarshi urush boshlagan edi. Ammo u urush qisqa vaqt davom etishini taxmin qilgan. Biroq urush cho'zilib borayotgani sababli vaziyatdan xabardor manbalar raketalar zaxirasining kamayib borayotgani AQShning boshqa raqiblarini, jumladan Rossiya va Xitoyni tiyib turish qobiliyatini cheklash mumkinligidan xavotir bildirdi. Boshqa bir manbaning ta'kidlashicha, Yaqin Sharqdagi AQSh kuchlariga mas'ul bo'lgan markaziy qo'mondonlik urushgacha bo'lgan yer usti raketalari zaxirasini deyarli tugatgan. Lekin qo'mondonlik dunyoning boshqa hududlaridagi Amerika harbiy zaxiralari hisobidan qurollarni to'ldirishga muvaffaq bo'lgan. Zaxiralar haqidagi ma'lumotlarga izoh so'ralganida, Oq uy Trampning bayonotini e'lon qildi. Unda AQSh dunyodagi har qanday mamlakatdan ko'ra ancha ko'p o'q-doriga ega ekani va bu keragidan ham ortiq ekani ta'kidlanadi. Bizning mudofaa kompaniyalarimiz ayni damda har qachongidan ham ko'proq o'q-dori ishlab chiqarmoqda. Shuningdek, ular o'z zavodlari va uskunalarini rekord darajada kengaytirmoqda, dedi Tramp. Tahlilchilar ba'zi o'q-dorilar, jumladan artilleriya snaryadlari va bir necha turdagi raketalar rekord darajada ishlab chiqarilayotganiga qo'shildi. Biroq ular bu zaxiralar uzoq davom etadigan urush uchun yetarli bo'lmasligi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Manbalarning ikkitasiga ko'ra, harbiy rahbarlar bir necha haftadan beri prezidentni mudofaa qurollari zaxirasi kamayib borayotganidan ogohlantirgan. Bunga ballistik raketalarga qarshi samarali bo'lgan Patriot raketalari ham kiradi. O'tgan haftada Tramp Eron ichkarisida navbatdagi yirik hujumni boshlamaslikka qaror qilganini e'lon qildi. Buning sabablaridan biri sifatida harbiy maslahatchilarning AQSh zaxirasi haqidagi ogohlantirishi ko'rsatilmoqda. Amerikalik rasmiy esa bu xabarlarni rad etdi. Uning so'zlariga ko'ra, Tramp Fors ko'rfazi mamlakatlarining bosimi sababli navbatdagi hujumni amalga oshirmaslikni tanlagan.